Assalomu alaykum. Bugun mazali mevalarni va pulni behuda sarflamaslikni o'rganamiz. Bananni qanaqa tanlashni bilarmidinglar? Agar orqa qismi shunaqa kalta bo'lsa, shirin banan hisoblanar ekan. Mana farqini o'zingizlar bilib olsanglar bo'ladi. Endi esa ananasni tanlaymiz. Ananasimizni pishgan va shirinligini qatdan bilamiz. Bargini tortganimizda oson yulinsa, demak u ananas pishgan va shirin hisoblanadi. Bargini yulib ko'ramiz. Barglariga ahamiyat bermaymiz. Ba'zida beo'xshov barglari bo'lsa ham ananas juda mazali bo'lishi mumkin. Endi esa lime tanlayotganingizda ustiga ahamiyat berasizlar. Usti silliq, yaltiroq bo'lsa, unda bu limelar mazali va sochniy bo'ladi. Agar usti qurib qolgan, burishib qolgan bo'lsa, unda bunda suvi ham kam bo'ladi, bemaza bo'ladi. Avokadolarning ham turlari har xil bo'lib, bu qo'limdagisi Turkiyaniki hisoblanadi. Usti yaltiroq, buni asnomnoy salatlar uchun ishlatiladi. Bu turdagisi bo'lsa peruniki hisoblanadi. Bu quruq o'zini ham yesanglar bo'ladi, nonga buterbrod qilib yesanglar ham juda mazali chiqadi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar.